Samarqand nafaqat tarix va madaniyat markazi, balki ilm va hamkorlik uchun ham samarali maydonga aylanmoqda. Yaqinda shu go'zal shaharda tibbiyot fanlari bo'yicha ilk O'zbekiston-Germaniya xalqaro konferensiyasi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir tibbiyot, tibbiy huquq, ijtimoiy parvarish va sog'liqni saqlash sohalaridagi o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratildi. Germaniya davlati bilan yo'lga qo'yilayotgan o'zaro hamkorlik natijasida bugungi kunda o'rta bo'g'in hamshiralari Germaniyaning nufuzli klinikalarida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bugungi kunda ular samarada shu Germaniya davlatida ular o'ta tibbiyot xodimi sifatida faoliyat ko'rsatadi. Tadbir doirasida yalpi majlislar, seksiyalar va amaliy mahorat darslari tashkil etilib, sog'liqni saqlash sohasining xalqaro kontekstdagi istiqbolli yo'nalishlari muhokama qilindi. Samarqand shahridagi salomatlik fanlari bo'yicha oliy maktab bilan memorandum imzoladik. Shu memorandum doirasida shu sohani rivojlantirishga hissamizni qo'shish, birgalikda ishlash, ya'ni bu yerda biz nemis mutaxassislar, umuman Yevropa mutaxassislari bilan birgalikda shu O'zbekistonda shunaqa kurslar, treninglar o'tkazish, tibbiyot huquqi bo'yicha birgalikda shu tegishli mutaxassislar keladi. Shu o'zimizda mutaxassislar biz shu bilan ilmni rivojlantirish, shu fanlararo, ya'ni tibbiyot huquqini rivojlantirish orqali va keyincha ta'limni parallel ravishda ta'limni rivojlantiramiz. Shu orqali xalqimizga farovonligi, shu sog'lig'ini mustahkamlashga o'z hissamizni qo'shish. Konferensiyaning keyingi kunlarida nemis mutaxassislari tomonidan bepul jarrohlik amaliyotlari va tibbiy maslahatlar bo'lib o'tdi. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Samarqanddan.